Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi obyektimiz xudo xolasa teplый pol, radiator, suv, kanalizatsiya perdagi ishlab oldi. Girganimizda onda rakovina, suv, uchechik perdagi bo'ldi. Teplый pol, polni birinchi etaj, ikkinchi etaj quruq bani. Birinchi etaj quruq. Zal bilan spalni bo'lmadi. 20 radiator tushdi beri. Bu yan tarafimizda 15 ile tushdi. Kollektorimiz beri tushdi. Altılı. Bu yan tarafa xudo xolasa 15 ile radiator 20 ile taşıdık bu yana. Şurası 20 ile, bu yana 10 ile taşıdık. Katyolumuz ve boiler. Şimdi görünüşte oldu. Nasos. Filtre koyduk. Yanında rakovina tomachkin içinde ketadi. Katyolumuz varim tech, kondensasyonli katyol bo'ladi. Bitishkalarni chiqarib berdik. Banimiz, banining ichidan perda ketdik, polni. Dush bo'ladi, rakovina, unitaz, chap tarafimizda sushilka. Turganlarimizda oyog'imizda teplый pol bo'ldi. Xudo xolasa ikkinchi etajimiz. Radiator aylandi. Polni girgandan o'ng tarafda bir dona banimiz teplый pol. Xuddi shunday pastdagi ichiga olsa ustidan ham shunday tushdi. Bu tarafimizda kichkina sushilka qo'ydik. Beri 15 li radiator. Bu yan tarafa 20 li radiator. Bu yan tarafımıza 15 li. Bu yana 20 li. Şunun görünüşü de oldu. Hizmetler olsa telefona varasılar, ekranda telefon numarlarını kaldıramiz.